Egasi o'pirardi, lekin aka hozir yaxshi bo'ldi. Primoy tortardi-da. O'pirardi lekin bu. Kechqurun vaqtmaydi. Okalar, mana buni qaranglar, gaz volini qaranglar. Mana buni akam o'zlariga satirgan ekanlar. Bu pustoy bo'ladi. Xo'p, tegida turib bo'lmasa, mana buni qo'ydirganingda foydasi yo'q. Buni xohlasa olib tashlab, o'rniga yaxshi katta bo'lgan qo'yib berdik. Mana buni qaranglar, okalar. Gratis qaranglar. 70 dan o'tib ketibdi. Samatok sistemaga qilib berganmiz. Urvillarni olib, ukullarni olib, hop filtrni o'tirib, mana buni qarang. Ashi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, o'sha 7 ta xona uyga ishlayapti. Gazi eskisi o'pilib yotgan ekan. Xudo xolasa inshaalloh akam o'zlari ham xursand bo'ldilar, gap yo'q deyaptilar. To'lovlari ham ancha baland ekan, eski katta bo'ldi. Bunda xudo xolasa inshaalloh ancha kam bo'ladi. Uylisidimi? Ha, xudo xolasa. Gras ko'rib hayron bo'ldingiz hozir lekin. Mana avtomat o'chib yongan hisobiga ancha kam bo'ladi akalar. Keyin ko'pchilik savol beryapti, aka yoqqanimdan keyin suv oqyapti deyishyapti. Biz tekshiramiz akalar. Tekshirib keyin sotuvga chiqazamiz, tekshirib o'zimiz stropga qilib beramiz. Nimaga suv oqadi? Birinchi galeykani yoqqaningizda kondensat bo'ladi. Katolik terlagandan keyin suv oqadi. O'zi 6 soat 1 kun ishlagandan keyin u qurib ketadi u. Suv narsaga olib yo'q bostiradi, suvga. O'sha hisobga kondensat bo'lib keladi, keyin qurib qoladi. Undan xavotir olmaydi. Videoga bitta like bosib qo'ying, aka. Bilaman uchastka turasiz, baribir santexnika xizmati katolik kerak bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, aka.